Akalar Cobalt M7 olib qo'yganmiz. Bunga kamera ustunovka qilib beryapmiz. Usta akalarimiz uchun manfaatli video bo'ladi. Oq shtekirdan o'sha yashil bilan qorani pastdan bitta teshik tashab turib, mana hop tevasi kamerani upravleniyasi pastda massasi. Oddiy mandaqa ikkitalik qora simdan tortsangiz ham bo'ladi. Orqasiga ulanishimiz bir qator aytib o'tiraman. Hop, mana bu yashil zadniy qora massa. Mana bu interfeysdan blokdan kelayotgan sim. Hop, bu yoqda oqimiz shu interfeysdagi kamanda qorasi massa bo'ladi. Hop, bu yoqdan seriya bilan yashil massa bo'ladi. Zadniydan kelayotgan massa. Mana bu zadniydan kelayotgan plus sariq tracker kamera ustunovka qilib beryapmiz, akkuratli qilib. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu videoni usta ukalaringizga yuborib qo'yasizlar.